Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Akbar YouTube kanaliga xush kelibsizlar. O'rtoqlar, bu videoda biz Abdurahmon Mufid akaga prank qilamiz. Voy. Abdurahmon Mufid akaga prank qilamiz. Bu videoda biz, ya'ni men hozir ketayotgan joyda Abdurahmon Mufid akani mashinalari turgan bo'lishi kerak. Men hozir chetroqda turib gapiryapman. Men hozir ketayotgan joyda Abdurahmon Mufid akani mashinalari turgan bo'lishi kerak. O'sha yerga hozir borib mana shu stikerlarni mashinalariga yopishtiramiz. Chiqishlarini kutamiz, reaksiyalarni olamiz. Bu video men o'ylaymanki, bu video juda ham qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videoda biz shu tushunganinglardek Abdurahmon Mufid akaning mashinalariga prank qilamiz. Bo'lmasam ketdik. Hozir mashinalarni oldiga ketyapman. Qashti kelib qoldim. Shu mana mashinalar. Abdurahmon Mufid akaning mashinalari. Mana. Qashti kelib qoldim. Hozir kelganim hech kim bilmasligi kerak. Voy, men yuradi bo'ldi. Kelganim hech kim bilmasligi kerak. O'rtoqlar, men hozir keldim mashinalarni oldiga. Mana mashinalari, bu birinchi mashinalari, mana ikkinchi mashinalar. Hozir biz mana shu ikkinchi mashina, Matiz mashinalariga prank qilamiz. Stikerlar olib kelganman, yopishtiramiz hozir stikerlarni. Короче, uylari ham chetda, mana bitta uylari. Mana 3-chi etajda turadilar. Uylarni shunday tagida turibdi. Hozir ko'rib qolsalar bilmadim, oynadan shunday qarab qolsalar ham biladilar. Hozir короче, men stikerlarni yopishtiramiz. Olib kelganman. Uj boshlashimiz kerak. Men mashinaga prank qilganlarimda bu ikkinchi mashinalari, u birinchi mashinalari. Agar xatiyam men shu mashinalarga prank qilganimda ham uncha ko'rmasdilar, chunki men tom bor. O'shaning uchun ko'rmasdilar. Hozir bo'lmasam boshlaymiz. Sekin Abdurahmon akani Matiz mashinalariga mana shu stikerlarni yopishtiramiz. Va chiqishlarini kutamiz, chiqqanlardan keyin reaksiyalarini ham ko'ramiz. O'rtoqlar, bu video juda ham qiziqarli bo'ladi. Hamma u hozir kanalga obuna bo'lib qolib, videoga like bosinglar. Bo'lmasa men sekin boshlayman, odamlar просто hayajonlanyapman. Ochiqda, shunday ochiq joyda turibdi mashina ham. Mashinalar shunday ochiq joyda turibdi mana. Mana shu mashina Abdurahmon Mufid akaniki. Hozir orqadan turib ko'rsatsam sizlarga. Qarich o'rtoqlar, mana mashinani oldiga haqiqiy isbotlashdan ko'rsataman. Mana haqiqiy o'zlarining mashinalari. Abdurahmon Mufid yozuv turibdi, yozuvgacha, dalillargacha turibdi o'zlarining mashinalariga. Uylari mana antda. Mana 3-chi etaj uylari. Mana mashinalar. Hozir bizning mashinalarga prank qilamiz. Ya'ni asablariga deganmiz. Men kirib olaman, chetda turaman-da. Masjidga ishladifda telefonda kamerani qo'yib qo'yaman-da, o'zim borib sekin bitta stikerlarni yopishtiraman. Ketdim o'zim. Uylarda shunday oynalardan qarab qolsa bormi? Biling, tamomman u. Shoninglar. Mana Abdurahmon Mufid akaning mashinalari xuddi o'sha Abdurahmon Mufid akaning mashinalari men hozir stiker yopishtirib chiqdim. Lekin hali ham o'zlari uylaridan chiqmadi. Chiqsalar reaksiyalarni ko'ramiz. Bilmadim, balki ertaga chiqarlar. Shuncha mehnat, men kechqurun keldim, soat 9dan 10da. 10 bo'ldi soat. Mana Abdurahmon Mufid akaning mashinalari. O'sha yerdan hozir chiqib shundoq mashinalarga chiqsa bilmadim qanaqa reaksiya bildiradilar yoki men momon tagiga qolib ketaman yoki bilmaganlar. Hozir reaksiyalarni ko'ramiz. Hali ham chiqmadi, chiqishlarini kutyapman. Uylarim ham bitdi. Mana mashinalari. Abdurahmon Mufid akaning mashinalari. Mana stiker yopishtirganlarim hali ham turibdi. Mana bitta, ikkita, 3ta, 4ta stiker yopishtirganlarim. Bilmadim, endi chiqishlarini kutamiz. Короче, mana uylari antda, mashinalari antda. Hozir biz mana shu mashinalarga Abdurahmon Mufid akani mana shu mashinalarga, Matiz mashinalariga prank qilamiz. Uylarining tagida turibdi mashinalarida ham. Agar shunday oynadan qarab qolsa ham, men tomon bo'laman, shunday oynalardan qarab qolsa ham bor-ku. Bilmadim lekin. Bo'lsam bismillah deb boshlaymiz o'rtoqlar. Prank qilish. Mana o'zlari uylari. Voy-vo, mana o'sha svet yonib o'chayotgan uyda o'zlari turadi. Mana shu короче, kamerasi ekan qo'yib qo'yamiz. Men stikerlarni Abdurahmon Mufid akaning mashinalariga yopishtirib chiqamiz. Mana samoqlarni men kamera mashqga qo'yaman-da. Mashqga qo'yib qo'yaman-da kamerani.
Kameraman ishni tushunmas ekan, men stikerlarni yopishtirdim. O'zlari ko'rib qolsa bormi, agar keyin reaksiyalarni ham olamiz, qanaqa reaksiya bildiradilar. Yoki bu videoni qo'ymaydinglar, yoki men qanaqadir problema tagida qolib ketaman. Ular bu antda mashinalarni men stikerlarni yopishtirdim. Qoch, o'zlariga. Qoch. O'zlari ko'rdilar. Короче, hozir yugurib keldim, ana mashinalari stikerlarni yopishtirdim. Stikerlarni yopishtirdim, sraz yugurdim. Hamma stikerlarni yopishtirib bo'ldim. Shunday yopishtirib bo'lishim bilan o'zlari shunday oynaga qarab qoldilar, ammo nimadir qildilar. Oz chiqdi, ukamdi. Men sraz qochdim, stikerlarni yopishtirdim-da, sraz qochdim. Menimcha Abdurahmon aka gapirdilar. "Ho, ukam nima qilsan?" dedilar. Menimcha. Menga shuni qolsa eshitdi. Mana hozir stikerlarni yopishtirgan ko'rsan. Qoch. Abdurahmon akani hozir o'zlari chiqdilar. Shunda uylardan shuna podyezddan chiqdilar-da. Mashina tarafga kelib o'tirdilar. Ko'rdim 100%, 100talik o'zlari chiqdilar, ko'rdim. Abdurahmon akani o'zlari chiqdilar-da, hozir mashina tarafga keldilar. Men stikerga yopishtirganlarimni ko'rdilar. Blin, nima bu? Bля. Voy, blin, nima bu? Ana. Voy. Hozir men deydilar, hozir men shit deydilar. Ular podyezddan shuna chiqib eshik tagida menimcha turdilar. O'xshatib yordimki. Bilmadim. Bo'lmasam chiqqunlarcha kutib turamiz men. Chiqishlari bilan bar mashina oldiga keladilar o'shanda. Bilmadim, menga reaksiyalari qiziq, ishoninglar. O'rtoqlar buncha harakat, buncha mehnat uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ymasalar bo'lmaydi. Davay, hozir kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosinglar. Agar mana shu videoning tagida 1000 ta like bo'lsa, qachonki mana shu videoning tagida 1000 ta like bo'lsa, men keyingi safar keyingi videoda men Komon Qohorovning mashinalariga prank qilaman. Komon Qohorovning mashinalariga stiker yopishtirmayman. Komon Qohorovning mashinalariga bilmadim, nimadir qilamiz, o'ylab turamiz. Agar mana shu videoni tagida 1000 ta like bo'lsa, mayli, Komon Qohorov keyingi videoda Komon Qohorovning mashinalariga qanaqa prank qilishimizni ham yozib qoldiringlar. Hozir o'tib mana shu videoning tagida, xullas, yana gapimni oxirigacha yaxshilab gapira olaman. Mana shu videoning tagida qachonki 1000 ta like bo'ladi, keyingi videoda men Komon Qohorovning mashinalariga prank qilaman. Ya'ni nima qilamiz, nima yopishtiramiz yoki nimadir qilamiz. O'shani ham kommentga yozib ketinglar. Keyingi safar Komon Qohorovning mashinalariga prank qilaman. Agar mana shu video tagida 1000 ta like bo'lsa. Hozir bilmadim, Abdurahmon akaning endi chiqishlarini kutamiz. Chiqqandan keyin reaksiyalarini olamiz. O'rtoqlar, qarang, hozir men chiqurmadilar. Oy. Mashinaga ikkinchi mashinalarni o'zlariga yotdilar. Ko'rmadilar meni. Abdurahmon Buyt akani o'zlari emas ekan, ukalari ekan. Mayli, qarorchi o'rtoqlar, hozir o'zlari chiqmadilar, mana mashinalari. Abdurahmon Buyt akani mashinalari mana. Men stiker yopishtirib chiqqanman. Oldilariga ham yopishtirganman, bir 5-6 ta. Hozir mana podyezdlari, mana uylari. Podyezdlariga kiramiz. Chiqurmadilar, o'shaning uchun chiqurmaganlariga sekin podyezdlariga kiramiz. Podyezdlariga kiramiz, qani kutamiz. Abdurahmon Buyt aka chiqariladimi yo'qmi? Bilasizlar. Eshiklarni tagiga yetib boring. Podyezdlariga keldim hozir. Eshik ochilsa, o'sha bilaman. 3-tarafdan ovoz kelsa, 3-etajdan o'sha Abdurahmon Buyt aka bo'ladi. Mana podyezdlari. O'zlari, короче, mashinalar quvana.
Hozir men Abdurahmon aka uylaridan chiqib ko'rmaganlari uchun men podyezdlargacha keldim. O'zlari chiqishlarini mana shundan kutaman. Chiqayotganlarni bilganlarida men tayyor turaman-da, tipi video olishga tayyorlanaman. Chiqqanlarida srazi eshik ochildi. Abdurahmon aka men uylaridan chiqdilar. Agar hozir pastga tushayotganlar ovoz eshitsam srazi ko'raman-ku. Srazi chetdan ko'rmaydigan joyga o'taman-da. Mana shtativ to'g'rilab olib, Abdurahmon akaga qarataman va reaksiyalarni olamiz. Menga bu videoda reaksiyalar muhim. Abdurahmon akani mashinalariga stiker yopishtirilgandan keyin reaksiyalari qanaqa bo'ladi? Men o'zimga misol uchun juda qiziq, sizlarga ham qiziq. Shunga harakat uchun videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Men hozir Abdurahmon akani patizlardaman. 100 marta aytdim shu gapni. Mana mashinalari. Men patizlardaman mashinalar. Men hozir 3-etajda turadi Abdurahmon aka. Hozir 3-etajga chiqib boraman. Qanday o'zar bormi? Sekin chiqib boramiz. Akani uylarigacha chiqib boraman. Korotchi Abdurahmon aka qarang uylaridan chiqqanini kutib o'tirman. Oradan o'shandan keyin 1 soat o'tdi. Men telefon ko'rib qolib ketibman. Reels ko'rib. Hali chiqqanlar uylaridan korotchi. O'rtoqlar korotchi hozir tepadan Abdurahmon akani podyezdlaridan bitta odam tushdi. Men Abdurahmon akani o'zar deb o'ylayman. O'zar emas ekanlar. Hozir podyezdlarga kirib, endi etajlarga ham chiqib boramiz. Mana mashinalar, stikerlar hali ham turibdi joyida. Mana uylar. Sekin podyezdlarga kirib ko'ramiz. Üçüncüde çıkmıştı. Mantı. Şarlı. Belli. Ramazan. Oydu. Zor. Şarlı bezerli. Bir odaya. Mana şu. Bir Abdurahmon aka uylardan gitti. Yoki bu Abdurahmon aka uylari, yoki bunisi. Sekin yo'q chiqib olsa biz tamom bo'lamiz. Chiqishni o'xshamay shuncha harakat qilganimiz barbod bo'ladi. Sekin tushmasam bo'lmaydi. Korotchi podyezdlari mana shu. Eslab qolinglar. Mana mashinalari. Yo, menimcha bugun chiqmasalar kerak. Ulardan bugun chiqmasalar kerak. Men kechqurun kelib qoldim. Juda ana bo'ldi. Nima deydi? Ketishib ketib qoldim. Menga nechi? Menimcha bugun chiqmasalar kerak uylardan. Chunki qorong'i, hozir soat past 11 bo'lyapti. Ulardan chiqsa, reaksiyalarni olardim mashinalarga kelganlarda. Chunki stikerlarni zo'rini yopishtirganman, zo'r joylarga. Mana stiker hali ham yopishtirilgan. Bilmadim. O'rtoqlar korotchi bo'lmasam kutamiz, yana bir yarim kutaman. Chiqsalar chiqadilar, bo'lmasam bilmadim, balki ertaga chiqqanlarda storieslar qo'yishadi-yu. Menimcha ertaga chiqqanlarda storieslarda ko'ramiz. Agar storieslarga qo'ysa, buni ham biladilar va reaksiyalarini qo'yib yuboraman YouTube'ga agar qo'ysalar stories. Korotchi hozir men bitta narsa qilmoqchiman. Stiker orqaroq yopishtirdim-ku. Hozir olib bitta stiker ikkitasini olaman-da, bittasini mashina, bittasini rol egasi o'tiradigan, rolga o'tiradigan eshigiga yopishtirib qo'yaman. Eshikni ochadigan joyiga yopishtirib qo'yaman. Bittasini shundoq o'ynani tepasiga yopishtirib qo'yaman. O'zar chiqib o'zar.
shundoq mashinalarni ochadigan mashinalarni ochadigan unga yopishtirdim. Voy gap kelmayapti shu shonida. Bo'ldi, yog'i kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, jigar, серьезно. Ana chiqib oldilar. Qachon deyapman shunaqa. Abdurahmon Muftiy aka o'zlari chiqib oldilar. Mashinalarni oldiga bordilar. Voy. Abdurahmon aka o'zlari mashinalarni oldiga bordilar. Qarchi hozir Abdurahmon Muftiy akani mashinalarga stiker yopishtirgandik. Hozir bordilar oldiga. Yo'qotdi. U ana mashina. Hozir mashinalarni oldida turibdi. Yo'qqa qarayaptilar, o'ng chapga qarayaptilar. Ko'rib qoladi videosi. Mashinalarga bordilar, stikerlarni sekib yurishlar kerak. Aktyor sen ko'rasam hali chiqmadilar. Kutamiz bo'lmasam, kutib mana shu telefon ko'rib o'tiraman. O'rtoqlar, o'shandan keyin 2 soat o'tdi, men reels ko'rib o'tirdim. Hali ham chiqmadilar. Menimcha chiqmaydilar. O'sha dam oldilar, menimcha uxlayotdilar. Shu chiqmasalar kerak, soat 11 dan oshdi. 12 dan oshdi demoqchiman. Chiqmaydilar javob, chunki o'sha kechki payt bo'ldi, shayx ketmasalar ham kerak, uylari ketdi. Ikkinchi uylariga borib, o'sha yerga borishlari mumkin, ofislariga borishlari mumkin yoki qanaqadir syomkalarga borishlari mumkin. Bilmadim, lekin chiqmadilar, lekin ishoninglar. Chiqmadilar, men shuncha kutdim, chiqadi deb o'yladim. Men o'z vaqtida kelmoqchi edim, chiqadilar deb o'yladim. Vaqtlar kelgan, aniq chiqardilar. Chiqmadilar. O'rtoqlar, men qancha harakat qilmay, baribir kechikib ketganim sababli, men ayb o'zimda, to'g'ri. Kechikib ketganim sababli Abdurahmon aka chiqmadilar bugun. Chiqsalar endi ertaga stories qo'yishlari mumkin. Chunki ko'p nima deydi? To'satdan nima deydi? Narsalar sodir bo'lib qolsa, story qo'yishar-ku. O'shancha o'rtoqlar, men charchadim. Mayli, endi xudo xolisa keyingi safarga Komil Qahorov mashinalariga qanaqadir plan qilganimizda o'xshab qolar. Bu ham o'xshirdi, prosta men kech keldim. Endi ertagacha kuta olmayman. Ertalab chiqadilar. Ertalabgacha kuta olmayman. O'shancha o'rtoqlar, men hozir ketaman. Men hozir ko'rsaman mana. Ana Abdurahmon Muftiy mashina stikerlar yopishtirganman. Amtga yopishtirib qo'yganman. Men endi ketdim o'rtoqlar. Mashinalarga prank qildim, o'zlari chiqmadilar, o'xshamadi. Xudo xolisa keyingi safar o'xshab qoladi, men bu gapimga javob beraman. Va men sal xafa bo'lgandek bo'lib qoldim. Nima deydi? Kayfiyatim tushib ketdi, lekin bir kun emas, bir kun Xudo xolisa men javob beraman. O'zbekistondagi top youtuberlardan bo'laman. 100%. Xudo xolisa meni ustimga kulganlar hali uyalib qolishadi. Xudo xolisa mana shu gapimni katta youtuber bo'lganimda, youtuber bo'lib ketganimda edit qilib qo'yasizlar. Xudo xolisa men bu gapimga ishonaman. Bir kun emas, bir kun men top O'zbekistonni katta youtuberlaridan bo'laman. 100%. Xudo xolisa bu gapimga javob beraman. Bu gapimga javob beraman. Hozir meni ustimga kulayotganlar hali uyalib qolishadi. 100%. Bu video ham o'xshamadi, lekin prank qildik. Stikerlar o'zida qoldi. Agar Abdurahmon aka ko'rsalar, story qo'ysalar kerak. O'rtoqlar, video shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Men uyga ketdim, juda ham charchadim. 4 soat, 5 soat kutdim. Chiqmadilar. Men o'zimni ayb kechikkan sababli chiqmadilar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, kommentga yozib qoldiringlar, keyingi bir bloger qaysi bo'lsin. Sog' bo'linglar, charchamanglar.